Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, obunachilar. Bugungi yuklar yig'dik. Bu yerda plastina ayollar ko'ylaklari, tapchka ham bor ekan mana. Bizning xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab yuk chiqarib beramiz. Qo'shni respublikalarga ham imkonimiz boricha qo'shni respublikalarga ham chiqaraveramiz. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston. Agar iloji bo'lsa, boshqa davlatlarga ham chiqaraveramiz. Rossiyalarga ham xizmatimiz 1 million so'mlik yuk yiqqanimizga 80 ming so'm xizmat haqqi olamiz. Boboshev bozorimiz ertalab soat 3 da boshlanyapti. To mana soat hozir 12 ga qarab ketyapti. Bozor sekin tugayapti. Yakshanba, chorshanba kuni bozor bo'lyapti. Bu yerda shu pamiz ko'ylak sotyapti ekan. Bular tiger ko'ylaklar. Bular qancha dedingiz? 45 ming so'm bular. Standart razmer. Bular 40 ming so'm. Bular shtampilmidi? Shtampil ekan materiali. Bular shu nima deydi? Kelinchaklarga tushadigan kengina fason ekan. Bular abaya fason deymi? Shunaqami? Kasso ekan. Homiladorlarga, kelinchaklarga xullasalik keng fason ekan. Nima deydi? Etagi juda keng tikilgan ekan. Keyin bular xibo ko'ylaklar, katta ayollarga. Bu qancha edi? 60 gacha 45 ming. Narxi 45 ming so'm, 50 dan 60 gacha ekan razmeri. Bularchi? 50 ming. Bular 50 ming so'm ekan. Qaygacha? Oxirigacha. Mana ham? Bular menimi? Shungacha? Shungacha 50 ming so'm ekan. Bu ikkovi qancha? Bular 40 ming, mana ular 60 ming. 40 ming so'm bular. Bu tomon 60 ming so'm. Bular ham 60 ming so'm, ha? Telefon nomeringiz nechi? 88. Telefon nomerlari 88lik 215 24 19 raqamiga murojaat qiling. Mana shu ko'ylaklardan kerak bo'lsa, siz nimaga ham chiqasizmi Qo'qonga ham? Stoyanka bozoriga, Qo'qon bozoriga ham chiqish ekan, Stoyanka bozoriga. Bizning telefon raqamlarimiz 33lik 853 0293 33lik 309 41 87 nomeriga murojaat qilinglar. Bizning xizmatdan foydalaninglar. Uyda o'tirgan joyingizda bizning Telegram kanaliga kirsalang, shu bozordagi ishlarda narxigacha rasmlar tashlangan. Shu yerdan отметка qilib bizning Telegramimizga tashlaysizlar. Shu orqali yig'ib to'lov oldindan xizmatimiz shu 1 million so'mga 80 ming so'm xizmat haqi olamiz.